Ko'p odamlar sajda qilganda subhana robbiyal a'ladan boshqa duoni aytishmaydi, bilishmaydi. Men sizga bugun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan duolarni o'rgataman. Agar siz sajda qilgandan keyin subhana robbiyal a'ladan aytgandan so'ng ushbu duoni aytadigan bo'lsangiz, so'ngra xohlagan tilaklaringizni so'rab duo qiladigan bo'lsangiz, albatta Alloh azza va jalla hamma duolaringizni qabul qiladi. Duoni eshiting. Allohumma laka sajad va bika amant va laka aslamt. Sajada wajhi lilladhi khalaqah wa sawwarah wa shaqqa sam'ahu wa basarah fatabarakallohu ahsanul khaliqin. Agar siz nafl namozlaringizda sajda qilib subhana robbiyal a'la aytgandan so'ng ushbu duoni aytadigan bo'lsangiz va orqasidan xohlaganingizni so'rasangiz, albatta Alloh azza va jalla duolarga ijobat qiladi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgandek, banda o'zini Robbisiga yaqin bo'lgan eng zo'r payt bu banda sajdada bo'lgan holatidir. 33 marotaba subhanalloh desa, 33 marotaba alhamdulillah desa, 33 marotaba Allohu akbar desa va 100-chisiga la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah desa, jami 100 ta bo'ladi. U bandaning gunohi dengizni ko'pigicha bo'lsa ham Robbil alamin kechiradi dedilar. Bu sahih hadis.